Alloh taolo aytadi: "Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mo'min bandamning jonini olar ekanman, men unga rahim qilishni xohlayman. U qilgan har bitta xato uchun uni jazolayman." Dunyoda o'zida Alloh taolo bizdan gunoh sodir bo'lsa, dunyoda jazolayotganligi yaxshilikning belgisi. Qo'l qayrilib qoldi, oyoq qayrilib ketdi, mashinani aynagi sinib ketdi, bir musibat keldi, sizga yoqmaydigan ish. Biling birodar, bu sizning foydangizga bo'ldi. Chunki bitta xato o'tgan edi, Alloh taolo shu bitta jazoni berib turib, juda ko'p xatolaringizni yuvadi. Alloh taolo aytadi: "Jasadidagi kasal yoki rizqidagi torlik bilan sinayman. Molidagi yoki bolasidagi musibat bilan jazolayman. Shunday qilib musibat orqasidan gunohlarni yuvaraman. Agar undan yana gunoh qoladigan bo'lsa, agar undan gunohdan biror narsa yana qolgan bo'lsa, nima qoldi unga? Dunyoda oxiriga yetadigan musibat, o'lim sakaroti.